Ushbu mavzusida prostata bezining vazifalari haqida gaplashamiz. Prostata bezi erkaklik jinsiy bezidan biri hisoblanadi. Prostata bezining vazifasi bir nechta hisoblanadi. Birinchi vazifasi ishlab chiqarilgan urug' suyuqligini suyultirib berish. Urug' suyuqligi dastlabki holatda ishlab chiqarilganda, moyakdan ishlab chiqarilganda u quyuq bo'ladi. Uni suyultirib berish vazifasi prostata beziniki hisoblanadi. Keyingi vazifa prostata bezi o'zining suyuqligining tarkibida ko'plab mineral moddalar, vitaminlar, kerakli boshqa moddalarni saqlaydi. Va bu moddalar sperma suyuqligida spermatozoidlarning o'lib qolmasligi, ularning yashovchanlik xususiyatini ta'minlab berishni vazifasini bajaradi. Prostata bezining keyingi vazifasi bu baryer vazifasi. Ya'ni agar bir inson uretrit bo'lsa, masalan, jinsiy aloqa qildi, borib himoyalanmagan jinsiy aloqa qildi, birorta bir fohisha bilan. Unda kasallik bo'lsa, bu inson siydik yo'liga o'sha kasallik chaqiruvchi infeksiyalarni yuqtirib oladi. Va u siydik nayi bo'ylab kelib, keyin prostataga joylashadi. Va prostata uni qovuqqa va yuqori siydik yo'llariga, buyraklarga o'tkazib yuborishni himoyalab turadi. Ya'ni o'tkazib yuborishga to'sqinlik qilib turadi. Va bundan tashqari prostata bezining suyuqligini tarkibida mikroblarni o'ldiruvchi moddalar bo'ladi. Ana o'sha moddalar bilan tashqaridan kirib keladigan, siydik yo'li orqali kirib keladigan ba'zi infeksiyalarni prostata bezining suyuqligi tarkibidagi o'sha moddalar o'ldirib turadi, ularni o'ldirib neytrallab turadi. Prostata bezining yana bitta vazifasi urug' suyuqligini tashqariga o'tib chiqarib berish vazifasini bajaradi. Xullas, prostata bezini boshqa yana kichik funksiyalarni, kichik vazifalarini sanab o'tadigan bo'lsak, bu videomiz juda uzoqqa cho'zilib ketadi. Aytmoqchimizki, prostata bezi erkak kishining jinsiy hayotida va reproduktiv hayotida asosiy rolni o'ynovchi bezlardan biri hisoblanadi. Agar prostata bezining funksiyalari buzilishi, yallig'lanish hisobiga bo'lsa, prostata bezining yallig'lanishi bu prostatit deyiladi. Prostatit bu prostata bezining turli xil holatlarda yallig'lanishi, infeksion va noinfeksion holatda yallig'lanishi. Ba'zan savol tushib turadi: "Doktor, men prostata bo'lib qolibman" deb. Bular o'sha prostata va prostatitni o'rtasida farqni bilmaganliklari uchun shunday deyishadi. Prostata bu bez bu. Bu a'zo. Prostatit bu prostata bezining yallig'lanishi, ya'ni xalq tilida aytganda prostataning shamollashi. Prostataning shamollashi bir nechta sabablardan bo'ladi. Infeksion va noinfeksion sabablardan. Bu haqda biz prostatit degan ma'ruzamizda bu masalalarni chuqurroq yoritishga harakat qilganmiz.